ko'tardik. Bola qusgandan keyin oshqozondagi o'sha ovqat hazm qilish jarayonidagi kislota muhiti tomoqni kuydirish xususiyatiga ega. Bu o'z navbatida 1-2 kun o'tgandan keyin tomoqda yallig'lanishi vujudga kelishi va o'sha ma'lum bir muddatdan keyin bu narsa tana haroratini ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bola qayt qilgandan keyin dimoqda, burunni orqa tomonida qusuq massalarini qayt qilish massalarini yig'ib qolish sabab bo'lishi mumkin. Va bu o'z navbatida o'tda yallig'lanishi vujudga kelishi mumkin. Bola burnini qoqolmaydi, to'liq deyarli o'sha burnini nafasi chaqaloq o'sha nafasini olib turib tashqariga chiqara olmaydi, o'shalik qilib katta odam chiqarib olishi mumkin, lekin bolada bu narsani amalga oshira olmaydi. O'sha dimoqda turib qolganidan keyin oz miqdorda bo'lsa ham o'sha burunning orqa qismida bu o'z navbatida yallig'lanishi vujudga kelishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bu ham o'z navbatida kelajakda quloqda yallig'lanishi vujudga kelishi sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda bola qusgandan keyin bunaqa holatda biz nimani tavsiya qilgan bo'lardik? O'sha bola qusdi, bir marta, 2 marta qusdi, lekin undan keyin yaxshi yurdi. Ovqatlanmoqda yaxshi. Burniga bunaqa holatda oddiy fizrastorni tomizib olish. Oddiy fizrastorni eritib yoki dengiz suvlaridan foydalanish yoki biror bir boshqa tomchilardan foydalanishimizda har bir darajada o'sha burunni dimoqni tozalanishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Va o'z navbatida tomoqda vujudga kelishi mumkin bo'lgan yallig'lanishi, o'tkir yallig'lanishni biz oldini olgan bo'lamiz. Qay bir darajada tuzatib olmagan taqdirimizda ham. Bu o'sha qusgandan keyin amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan holatlardan bittasi. Bundan tashqari har xil bakteriyalarni o'ldiruvchi viruslar chiqib ketib qolgan. Bular ham o'sha bolada o'tkir zaharlanish, ovqatdan zaharlanish bo'lganda ham ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiy ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalardan bittasi. Ularni ham tomizishimizda burun orqasida vujudga kelishi mumkin bo'lgan burniga tomizishimizda, ya'ni burniga va tomog'iga sepib qo'yishimizda va ichirishimiz ham mumkin. Mana bugungi kunda 5 grammdan 10 grammgacha shu ichirgan bola qusganda, ichib ketganda degan bakteriyaga qarshi bakteriyafag viruslarimiz bor. Bulardan foydalanishimizda oshqozonda kechayotgan o'tkir yallig'lanish jarayonlarini oldini olgan bo'lamiz. Qay bir darajada dori ishlatmagan holatda. Lekin dori ham ishlatishimiz kerak shifokor tavsiyasiga binoan. Demak, bugungi videodan olingan maqsad bola qusdi, qayt qildi. O'sha 2-3 kundan keyin tomoqda, dimoqda yallig'lanish asoratlari vujudga kelmasligi uchun burunga dengiz suvlaridan yoki fizrastorlardan, shu natriy xloridlardan foydalanishimizda, protalgoldan foydalanishimiz mumkin. Levomikoy mazlaridan yosh bola, kattaroq bolaga bo'lsa, levomikoy mazlaridan foydalanishimizda burunda qusish natijasida oshqozondan chiqqan kislotli muhitga ega bo'lgan qusish massasini tomoqqa beradigan nojo'ya ta'sirini har bir darajada biz bartaraf qilgan bo'lamiz. Shu bilan birga biz bu bolada vujudga kelishi mumkin bo'lgan yallig'lanishni oldini olgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bolalaringlarni va o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hozirgi kunda mana